O'zbekistonda pensiya yoshini oshirish rejalashtirilmoqda. Xabarga ko'ra, pensiya yoshi chegarasini erkaklar uchun 60 yoshdan 63 yoshgacha, ayollar uchun 55 yoshdan 58 yoshgacha bosqichma-bosqich oshirish taklif etildi. Pensiya jamg'armasi vakilining ma'lum qilishicha, yosh chegarasini oshirishning ikkita varianti ko'rib chiqilmoqda. Albatta, O'zbek hukumatining ushbu pensiya islohotlari byudjet mablag'larini tejash maqsadida amalga oshirilayotganiga shubha yo'q. Bu holatni pensiya jamg'armasi vakili ham tasdiqlamoqda. U pensiya yoshini oshirishni aholining umr ko'rish davri uzaygani bilan izohlamoqda. Jumladan, mamlakatda umr ko'rish davomiyligi o'sib bormoqda va Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, o'rtacha 75 yoshga yetadi. Ilgari pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin o'rtacha 8-9 yil umr ko'rgan bo'lsa, hozirga kelib bu ko'rsatkich erkaklarda 12,5 yil va ayollarda 20 yilni tashkil etmoqda emish. Demak, hukumatga qolsa, odamlar umri tugab bitguncha ishlasin, soliq to'lasin, ammo hech qachon tinch nafaqaga chiqib yashamasin. Ta'kidlash lozimki, pensiya islohotlari Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi xalqaro moliyaviy tashkilotlar tomonidan tavsiya qilingani aytiladi. Bu esa hukumat pensiya yoshini oshirishni xalq xohishi emas, balki tashqi moliyaviy markazlarning buyurtmasi asosida amalga oshirayotganini ko'rsatadi. Ushbu moliyaviy tashkilotlardan qarz olgan O'zbek hukumati esa ularni istagan tavsiyalarini so'zsiz bajarishga majbur bo'lib qoladi. Qizig'i, byudjet mablag'larini tejash har doim oddiy xalq hisobiga amalga oshiriladi. Masalan, nega hukumat byudjet pullarini hokimiyat xarajatlari yoki ochko'z xorijiy mahalliy kompaniyalarga berilayotgan ulkan imtiyozlarni qisqartirish hisobiga tejamaydi? Qaytanga bu xarajatlar yildan yilga oshib boryapti. Buning yagona sababi hayotimizga tatbiq qilinayotgan manfaatdorlikka asoslangan g'arb kapitalistik tuzumidir. U boy kapitalistlar va hokimiyat egalariga xizmat qiladi. Oddiy xalqning esa siqib suvini ichadi. Bu tuzum tatbiq qilinar ekan, biror islohot yoki qaror xalq manfaati uchun bo'lmaydi, yoki xalqni o'ylaydigan taqvoli, g'amxo'r rahbarlar ham yetishib chiqmaydi. Bu holatlar insoniyat naqadar islomga muhtoj ekanligini ko'rsatmoqda.